alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Sizlar bilan yana qabulimdan jonli lavhalar bilan ulashda davom etamiz. Patsiyentkam keldi. Nima shikoyat bilan keluvdingiz o'tgan safar? Ichim bir haftada bir kelardi. Lanjlikni his qilardim va yana qurtga juda ham ko'p tortardi va gemoglobinim juda ham past edi. Shu shikoyatlarim bor edi. Qachondan beri shunaqa ishingiz bir haftada bir keladi? Bu narsa 3-4 yildan beri davom etardi. Masalan, o'zingizda hech qanaqa diskomfort sezmaysizmi? 7 kunda bir ichingiz kelsa qanaqadir Diskomfort bo'lardi. Ayniqsa masalan 5 kundan keyin kelmasa, уже qornimda qanaqadir diskomfortlar hosil bo'lardi. Axlat bilan qon keladimi? Har doim shu 7 kunda bir kelganda? 7 kunda bir axlat bilan qon kelardi. U yanada diskomfort yaratardi menga. Tushunarli. O'sha vaqtda ovqatlanishingiz qanaqa edi? O'sha paytda shirinlik ko'p yerdim. Salat masalan kam yerdim. Suvga umuman tortmasdi va ayniqsa o'sha qurt, mana shunaqa narsalarni juda ham ko'p Kesak kelganingizda mana kesak ham juda ham ko'p shu narsalarga tortardi menga. Mana shu narsani masalan nosog'lom ovqatlanishdanligini his qilganmisiz yoki uni odatiy holdek deb his qilganmisiz? Bundan oldin ham uncha qaramaganman sog'lig'imga va odatiy hol deb hisoblaganman. Tushunarli. Azizlar, tekshiruvlar qilganmiz. Mana bemorimizning shikoyati va tekshiruvlari. Hop. Mochevina juda past, kreatin past, chunki oqsili yetishmaydi. Temirni qaranglar, baland dozada turibdi, lekin bu yallig'lanish hisobiga baland turibdi. Biologam mana 77 norma turibdi, lekin bu yallig'lanish hisobiga qaranglar, bular kandida ko'ryapsizlarmi? Shirinlikka juda ko'p tortarmidi? Ha, tortardi. Masalan, shirinlik bo'lmasa nima bo'lardi? Shirinlik yoki qurt mana shu ikkalasi bilan anaqa qilardim. Qarang, odatda masalan miyada tuman yoki bo'lmasa IQ darajasini pasayishini his qilganmisiz yoki qilmaganmisiz? U quvayotgan paytlarimda shu diqqatimni jamlamasligim va o'tirishim bilan uyquga tortardi. Bilinglar, bu kandidani ishi, mana kandidani parazitozni ishlari. Qalqonsimon bezda ko'ringlar, mana. Ko'ryapsizlar, autoimmun fon. Ferritin, mana bunaqa ferritinni qadar ko'rgansizlar. Ko'ryapsizlarmi? 184. Dahshatli ravishda past. Vitamin D. Xullas, mana shunaqa tahlillar, mana gemoglobinni ko'ringlar. Hematokrit, MCV, MCH hammasini ko'ringlar. Ko'ryapsizlar. Ya'ni ham Alloh taolo bizni shunaqa ajoyib yaratganki, kompensatsiya qilamiz-da, chunki hali yosh, agar yosh kattaroq bo'lsa, bunaqa holatda juda ham ahvol og'irlashadi. Xo'p, shularga asosan mana sibir, surunkali kolit, parazitoz, jigar detoks buzilishi, temir tanqisligi og'ir darajali kamqonligi, autoimmun tiroidit, vitamin D defitsiti, ichak o'tkazgichning ortishi deb qo'yganmiz. Galprotektin baland chiqqan. Va birinchi etapda mana faqatgina ichini keltirishga harakat qilganmiz xolos. Faqatgina ichak o'tkazgichlik bilan ishlaganmiz, hazm bilan ishlaganmiz va bunaqa holatda albatta kapelnitsasi chiqib keta olmaydi bemor. Va gematolog bilan endokrinologga jo'natganman. Mana bu gematolog va endokrinologni ko'rib. Xo'p, gematolog va endokrinolog sizga nima tavsiya berishdi ko'rib? Endokrinolog mana gemoglobinim 63 dan, bu lecheniyalardan keyin 70 ga ko'paygandan keyin ijobiy qabul qildilar va u yog'ini endi tez ko'tarilmaydi, qolganini tabletkalar bilan eng sekansda ichib ko'tarasiz dedilar. Gematologga borganimda ular yana qonimni ko'paytirish uchun kapelnitsalar yozib berdilar va o'sha yeydigan narsamga yanada ko'proq o'sha temirli narsalarni yeyishni tavsiya qildilar. Yaxshi. Endi qarang, mana qachondan beri mana shu axlatingiz bilan qon keladi? Hayzingiz qanaqa keladi? Miqdori? Qon bilan kelishi anchadan beri, shu 3 yildan beri desam ham bo'ladi va hayzim birinchi 4 kunlarda juda ham ko'p keladi. Qon yo'qotishim ko'p.
Mana hurmatli ota-onalar, iltimos, e'tiborli bo'linglar. Farzandlaring ichini qanaqa kelayotganini, nima ovqat yeyotganini va hayzi qanaqa kelayotgan, axlatida qon bormi, yo'qmi e'tibor berish kerak albatta. Chunki bu ertaga og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Birinchi etap lecheniyadan keyin nima o'zingizda o'zgarish bo'ldi? Bir oyda, albatta bir oyda bir narsa juda o'zgarib ketmaydi, lekin baribir nimadir o'zgarish bo'lgandir, to'g'rimi? Ha, birinchi katta o'zgarish menda 7 kunda bir keladigan axlatim 3 kunga o'tdi. 3 kun 2 kunda keladi. Va yana katta o'zgarishlardan biri endi umuman qurtga tortmayapti. Juda katta o'zgarish deb hisoblayman buni. Va yana lanjligi ham ko'p, uxlashlarim ancha kamaydi. Oldin masalan 9-10 soatda uxlaydigan bo'lsam, hozir bemalol 7 soat. Agar ishim ko'payib ketsa 6 soat ham uxlay olaman. Yaxshi, energiya yaxshimi avvalga nisbatan? Ancha yaxshi desam bo'ladi. Mashalloh. Endi sog'lom turmush tarzida, ovqatlanishda nimalarga e'tibor berdingiz? Xo'p, birinchi o'rinda o'sha o'riklik, turshakli damlamingizni har kuni ichdim. Ertalab o'sha 2 litr damlab qo'yib, o'shani har kuni ichishga harakat qildim. Yana hozir anaqaga boryapman, sport zalga boryapman. O'sha sakrab, yaxshilab ichimni yaxshilash uchun. Yana salatlar ko'p qilib yesa bo'larkanmi? Ha, bo'ladi. Bo'ladi. Suv ichsa bo'larkanmi? Ha, bo'ladi. Odam xohlamasligi bu kerak emas degani emas-da, sekin o'rgatish kerak. O'rganyapti organizm sekin-sekin, mana avval suv ichishni xohlamagansiz, to'g'rimi? Endi sekin-sekin o'rgatsangiz talab qilyaptimi? Bo'lyapti, suvga talabim sekin-sekin. Yaxshi, azizlar, bu narsalardan maqsad shunchaki e'tiborli bo'linglar farzandlaringga, qizlaringga va o'zlaringga. Sizlarda ham shu va shunga o'xshash muammolar bo'lsa, bemalol tashrif buyurishinglar mumkin.